Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sardoba tumani madaniyat bo'limining 9 oylik davomida amalga oshirilgan ishlari to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Sardoba tuman madaniyat bo'limi bugungi kunda 4 ta madaniyat markazlarini o'z tasarrufiga oladi. 11-sonli madaniyat markazi, 12-sonli Gulzor madaniyat markazi, 13-sonli Do'stlik hamda 14-sonli Qo'shnor madaniyat markazlari. 12-son Gulzor madaniyat markazi hamda 14-son Qo'shnor madaniyat markazlari 2023-yil hamda 2024-yilda yangi binolari qurib topshirildi. 11-sonli madaniyat markazimizda bugungi kunda 28 nafar xodim o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. 3 ta to'garak, ulardan teatr, drama, tasviriy san'at, turk tili hamda bitta Janjanay folklor qirg'iz ansambli o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. 2025-yilning bugungi kun holatiga Sardoba tuman madaniyat bo'limi tomonidan 26 ta shtat birliklaridan iborat bo'lib, xodimlar o'z faoliyatini umumiy bayramlarda, ya'ni O'zbekiston erkin va farovon yashaylik, Xalqaro bolalar bayrami, Zakovat, Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z, O'zbekiston bu men, so'nggi qo'ng'iroq, xotira va erkin millat barhayot, bolalarga bering dunyoni, 3 avlod uchrashuvi, madaniyat va san'at kunlari bayramlarini o'z ichiga oladi. Janjanay folklor etnografik xalq ansambli hozirgi kunda 4 xil formalar, ovoz kuchaytirgich jamlanmasi hamda musiqa cholg'u asboblari bilan ta'minlandi. Shu kunga qadar ushbu 11-sonli madaniyat markazimiz qoshida 34 nafar o'quvchi yoshlar va aholi tahsil olib kelmoqda. 11-sonli madaniyat markazida 3 ta yo'nalishda o'quvchilarni o'z bag'riga olgan. 25-yilning yanvardan sentyabr holatiga ko'ra o'tkazilgan tadbirlarimiz 240 tadan oshadi. Yil yakuniga ko'ra 400 taga yaqin tadbirni ko'ngilochar va uchrashuvlar tashkil etish rejalashtirilgan. O'tkazilgan ushbu tadbirlar tumanimizdagi 14 ta mahallalarga hamda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga, ko'tarinki kayfiyat ulashishga, jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan tadbirlarimiz reja olgan. Jumladan 25-yilning yanvar-sentyabr holatiga ko'ra umumiy o'tkazilgan 280 tadan ziyod tadbirlarda ishtirok etgan umumiy aholi hamda yoshlar kesimida qatnashchilar soni 51.350 nafar ziyodni tashkil etadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotim shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.